Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun biz sizlar bilan bemorlarimizda juda ko'p kuzatiladigan surunkali bosh og'rig'i to'g'risida ma'lumot beramiz. Surunkali bosh og'rig'ining sabablari, qanday kelib chiqishi, uning alomatlari, asoratlari va qanday davolash chora-tadbirlari va uni oldini olish haqida sizlar bilan batafsil gaplashamiz. Surunkali bosh og'rig'ini juda ko'p sabablari mavjud. Bulardan asosiylarini sanab o'tamiz. Surunkali charchoq, surunkali stress, asabiylik bu doimiy bosh og'rig'iga olib kelishi mumkin. Surunkali bosh og'rig'i bilan bemorlarimiz qachon shifokorga murojaat qilishi mumkin? Birinchi navbatda bemorimizda doimiy, ya'ni 3 haftadan 5 haftagacha bosh og'rig'i surunkali davom etsa, darhol shifokorga murojaat qilishlari kerak. Bundan tashqari, bemorlarimiz dori ichsa ham bosh og'rig'i qolmasa, bu albatta birinchi o'rinda shifokorga ko'rsatma bo'lishi mumkin. Yana qachon kelishi mumkin? Ko'rish, nutq va eshitish funksiyasida o'zgarishlar boshlansa, bu ham darhol shifokorga murojaat qilish zarur. Bundan tashqari, bemorlarimizda hushdan ketish, bosh aylanish va boshda qattiq kuchli og'riqlar bo'ladigan bo'lsa ham darhol shifokorga murojaat qilishlari zarur. Surunkali bosh og'rig'ini e'tiborsiz qoldirmang. O'z vaqtida tekshiruvlardan o'ting. Agar sizda shu kabi muammolar kuzatilayotgan bo'lsa, bizga murojaat qiling. Shu kabi foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'ying.